Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va ularning yaqinlari. Bugun sizlarga juda muhim shoshilinch xabarni yetkazish uchun mikrofon oldiman. Bu ma'lumot har biringizning moliyaviy ahvolingizga, kelajagingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshitishingizni, hatto qog'oz qalam olib muhim joylarni yozib olishingizni so'rayman. Bu oddiy bir video emas, balki rasmiy va hayotiy ahamiyatga ega ogohlantirishdir. Video oxirigacha ko'ring va do'stlaringizga ham ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Zero sizning har bir harakatingiz bu muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammo mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bilamizki, avvallari pensiya hisoblash tizimi ancha sodda va ba'zan tushunarsizdek tuyulardi. Ko'p hollarda pensiyalarimizning miqdori asosan ish haqi va ish staji bo'yicha aniq bir formulaga asoslangan bo'lardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi hujjatga ko'ra, endilikda pensiya hisoblash va uni qayta ko'rib chiqish mexanizmlarida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Aslida bu o'zgarishlar bir necha oy oldin boshlangan bo'lsa-da, ko'pchilik uchun uning amaliy ahamiyati va qanday ta'sir ko'rsatishi to'liq tushunarli emas edi. Biz bu yangilikni nafaqat soddalashtirish, balki pensiyalar adolatliroq hisoblanishini ta'minlashga qaratilgan qadam deb bilishimiz kerak. Oldinlari ba'zi bir ish turlari, ayniqsa norasmiy sektorda ishlaganlik yoki xorijda ishlaganlik davrlari pensiya stajiga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin edi. Yoki minimal ish haqi doimiy ravishda oshirilishiga qaramay, pensiyalar shu darajada tezkor qayta hisoblanmasdi. Bu esa ko'plab pensionerlarimizning haqli noroziliklariga sabab bo'layotgan edi. Endilikda Vazirlar Mahkamasining pensiya ta'minoti tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan qator yangiliklar joriy etildi. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiyalar har yili kamida bir marta inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilinishi bilan birga. Endi ba'zi toifadagi fuqarolar uchun avval hisobga olinmagan ish staji davrlarini ham qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarni har bir pensionerimiz alohida diqqat bilan o'rganishi kerak. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Avvalo shuni aytishim kerakki, bu yangiliklar ko'pchilik uchun yaxshi imkoniyatlarni ochadi. Ammo ba'zi holatlarda sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Keling, har bir jihatni alohida ko'rib chiqamiz. Biring, nimalarni bilish kerak? Birinchidan, endilikda sizning pensiyangiz miqdori nafaqat rasmiy ish haqi va stajingizga, balki mamlakatdagi o'rtacha ish haqining o'sish sur'atlari va inflyatsiya darajasiga ham jiddiy bog'liq bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, pensiyalar endi har yili yanada muntazam va shaffof tarzda oshirib boriladi. Bu avvalgi ba'zi noaniqliklarga chek qo'yadi. Ikkinchidan, yangi qaror bilan pensiya hisoblashda ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarga bo'lgan talablar biroz o'zgartirildi. Ba'zi davrlar uchun ilgari yetarli deb hisoblanmagan hujjatlar, masalan, yuridik shaxs bo'lmagan tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq hujjatlar yoki shaxsiy yordamchi xo'jalikda faoliyat yuritganlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar ham endilikda qisman yoki to'liq hisobga olinishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda yashovchi va doimiy ravishda fermer xo'jaliklarida yoki o'z shaxsiy tomorqalarida mehnat qilgan pensionerlar uchun muhim yangilik. Uchinchidan, rasman ishlagan, ammo qaysidir sabablarga ko'ra mehnat daftarchasida yozuvlar to'liq bo'lmagan yoki yo'qolgan fuqarolar uchun ish stajini tasdiqlashning yangi soddalashtirilgan tartibi joriy etilishi mumkin. Bu odatda arxiv hujjatlari yoki guvohlarning ko'rsatmalari orqali amalga oshiriladi. 2. Kim xavotirlanishi kerak? Agar sizning pensiyangiz minimal pensiya miqdoridan ancha past bo'lsa va sizda rasmiy ish staji yetarli bo'lmasa, lekin boshqa turdagi, masalan, chet eldagi yoki norasmiy mehnat faoliyatingiz bo'lgan bo'lsa, sizda hozircha xavotirlanishga sabab yo'q, aksincha imkoniyat bor. Siz xavotirlanish o'rniga o'z pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingiz kerak. Sizning vaziyatingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar sizning mehnat daftarchangizda yoki elektron mehnat daftarchangizda qaysidir davrlar to'liq aks etmagan bo'lsa, siz bu davrlarni rasmiylashtirish uchun harakat qilishingiz kerak. Bu ayniqsa avvallari davlat korxonalarida ishlagan, ammo keyinchalik xususiy sektorga o'tgan va o'sha davrlar uchun hujjatlari to'liq bo'lmagan shaxslarga tegishli. Masalan, eski korxonalar yopilib ketgan bo'lsa, ularning arxivlari qayta tekshirilishi
yoki guvohlar yordamida stat tasdiqlanishi mumkin. Xorijiy davlatlarda ishlagan fuqarolar avvallari xorijda ishlaganlik uchun pensiya staji hisobga olinmas edi. Endilikda xalqaro shartnomalar doirasida yoki belgilangan tartibda soliq to'langan holda xorijdagi mehnat faoliyati ham stajga kiritilishi mumkin. Agar siz shunday holatda bo'lsangiz, albatta pensiya fondi bilan bog'laning. O'tu. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz allaqachon minimal pensiya miqdoridan yuqori bo'lsa va barcha ish stajingiz to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizga hech qanday harakat qilish shart emas. Sizning pensiyangiz avtomatik ravishda yangi tartibga muvofiq indeksatsiya qilinib oshirib boriladi. Agar sizda barcha hujjatlar tartibda bo'lsa va hech qanday noma'lum yoki hisobga olinmagan ish staji davrlari bo'lmasa, siz ham xavotirlanishingizga hojat yo'q. Sizning pensiyangiz mavjud qonunchilik asosida avtomatik tarzda qayta hisoblanadi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqamiz. Misol bir Gulnora opa olimdagi yoshda. Uning rasmiy ish staji 25 yil. Uning pensiyasi har oy 22 ming so'm. Yangi tartibga ko'ra aprel oyidan boshlab uning pensiyasi inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda, masalan, oshiriladi va endi 320 ming so'm bo'ladi. Gulnora opa hech qanday hujjat topshirishi shart emas. Chunki uning barcha ma'lumotlari rasmiy bazalarda mavjud. Uning pensiyasi avtomatik tarzda qayta hisoblanadi va oshiriladi. Misol 2 Akbar aka 72 yoshda. Uning rasmiy ish staji bor yo'g'i 15 yil. Shu sababli uning pensiyasi minimal miqdorga yaqin, ya'ni 850 ming so'm. Ammo u 1990 yillarda 8 yil davomida mahalladagi fermer xo'jaligida norasmiy ravishda ishlagan. Yangi qarorga muvofiq fermer xo'jaliklaridagi norasmiy ish stajini guvohlar orqali tasdiqlash imkoniyati yaratildi. Agar Akbar aka tegishli arizani topshirib, o'sha davrda u bilan birga ishlagan 2 kishining guvohlik ko'rsatmasini taqdim etsa, bu 8 yil ham uning umumiy stajiga qo'shilishi mumkin. Bu uning pensiya miqdorini sezilarli darajada, masalan, 25 ming so'mga oshirishiga yordam beradi. Bunday holda Akbar aka albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va zarur hujjatlarni tayyorlashi kerak. Misol Utu Murod aka 65 yoshda. U 1960 yillarda bir necha yil qiyin sharoitlarda, masalan, tog' kon sanoatida ishlagan. Ammo o'sha davrdagi mehnat daftarchasida bu qiyin sharoitlar to'liq ko'rsatilmagan. Yangi tartibga ko'ra, bunday ish turlari uchun maxsus imtiyozli staj hisoblash qoidalari qayta ko'rib chiqilmoqda. Murod aka eski hujjatlarini, masalan, ish joyidan bergan ma'lumotnomalarni topib pensiya fondiga topshirsa, uning qiyin sharoitlardagi ish staji koeffitsiyentlar bilan hisobga olinib, pensiya oshirilishi mumkin. Misol uchun, har bir qiyin ish yili 5 yil qilib hisoblanishi mumkin. Murod akaning dastlabki pensiyasi 25 ming so'm bo'lsa, qayta hisoblashdan so'ng 720 ming so'mga yetishi mumkin. Demak, Murod aka ham murojaat qilishi shart. Misoldir. Dilorom opaning turmush o'rtog'i olamdan o'tgan va u boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Turmush o'rtog'ining ish staji bo'yicha ba'zi noaniqliklar bo'lgan. Yangi qoidalar tufayli uning turmush o'rtog'ining staji qayta baholansa, Dilorom opaning pensiya miqdori ham oshishi mumkin. Bunda Dilorom opa marhumning ish stajiga oid qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish lozim. Misol 5. Alisher aka 70 yoshda 1995-2005 yillarda Rossiya Federatsiyasida rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlagan va u yerda soliqlarni to'lagan. Avvallari bu davrlar O'zbekistondagi pensiya stajiga kiritilmagan edi. Ammo yaqinda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida imzolangan ijtimoiy ta'minot sohasidagi kelishuvga ko'ra tegishli hujjatlar, masalan, Rossiyadagi mehnat daftarchasi, soliq to'lovlari haqida ma'lumotnoma taqdim etilsa, bu 10 yillik staj ham Alisher akaning umumiy pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Bu uning pensiyasini sezilarli darajada, masalan, hozirgi 900 ming so'mdan 1 300 ming so'mga yetkazishi mumkin. Shuning uchun Alisher aka darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va Rossiyadan olgan barcha hujjatlarini taqdim etishi shart. Asosiy qism 2. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangiliklarda ham ba'zi istisnolar, e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak bo'lgan noaniq jihatlar va hatto tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizni xato qilishdan asraydi. Biri istisnolar. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun, masalan, harbiy xizmatchilar, huquq tartibot organlari xodimlar uchun pensiya hisoblashning alohida qoidalari mavjud.
bu yangiliklar ularning pensiyalariga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki ularning pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ammo bu ular uchun ham hech qanday o'zgarish bo'lmaydi degani emas. Ularning pensiyalari ham belgilangan tartibda indeksatsiya qilinadi. Nogironlik pensiyasini oluvchilar, ularning pensiya miqdori ko'pincha stajga emas, balki belgilangan minimumga asoslanadi. Yangi qoidalar ularning minimal pensiyasini oshirishga yordam beradi. Ammo stajni qayta hisoblash ularning holatida unchalik katta rol o'ynamasligi mumkin. Faqatgina nogironlikdan oldin to'plangan staj hisobga olinadi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Bu pensiya marhumning stajga bog'liq bo'lgani sababli, agar marhumning staji bo'yicha yangi hujjatlar topilsa yoki noaniqliklar bartaraf etilsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. 2. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Muddati o'tib ketgan hujjatlar, ba'zi hujjatlarning amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim ma'lumotnomalar 3-6 oydan ortiq muddatga amal qilmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni yig'ishda ularning amaliyot muddatiga e'tibor bering. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin barcha hujjatlaringizning dolzarbligini tekshiring. Hujjatlarning noto'g'ri rasmiylashtirilishi. Ba'zida ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar yoki arxiv hujjatlarda imzo, muhr, sana kabi muhim rekvizitlar tushirib qoldirgan bo'lishi mumkin. Bunday hujjatlar qabul qilinmasligi mumkin. Yoki qo'lda yozilgan ma'lumotnomalarning shrifti tushunarsiz bo'lishi ham rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Barcha hujjatlar aniq va tushunarli tarzda to'ldirilganligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda shubha bo'lsa, mahalliy pensiya fondi xodimlaridan maslahat oling. Norasmiy ish tasdiqlashdagi qiyinchiliklar. Agar siz norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrdagi guvohlarni topishda yoki arxiv hujjatlarini olishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, bu jarayon cho'zilishi mumkin. Masalan, ko'pchilik kichik tadbirkorlik subyektlarida ishlaganlik davrlarini tasdiqlovchi hujjatlarni olishda qiyinchilikka duch keladi. Chunki bu korxonalar hozirda faoliyat yuritmayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bevosita muloqot qilib, muammoni hal etishning muqobil yo'llarini izlash kerak. Bir nechta manbadan pensiya olish. Agar siz bir vaqtning o'zida turli davlatlardan pensiya olish huquqiga ega bo'lsangiz, masalan, O'zbekiston va Rossiya fuqaroligi bo'lsa, bu yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini aniqlashtirishingiz kerak. Odatda xalqaro kelishuvlar bunday holatlarni tartibga soladi. Ammo har bir holat individual ko'rib chiqilishi lozim. Siz qaysi davlatdan qancha pensiya olishingizni aniqlashtirishingiz lozim bo'ladi. Boshqa ijtimoiy nafaqalar bilan o'zaro bog'liqlik. Pensiyangizning o'sishi siz oladigan boshqa ijtimoiy nafaqalarga, masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar, uy-joy kommunal to'lovlari uchun subsidiyalar ta'sir qilishi mumkin. Pensiya miqdori oshganda ba'zi bir nafaqalarni olish huquqini yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun barcha ijtimoiy xizmatlarni bir joydan olish uchun yagona darcha markazlari yoki mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilib, barcha imtiyozlar bo'yicha to'liq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Xo'sh, endi eng muhimiga o'tamiz. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yish lozim? Bir qadam, rasmiy axborot manbalarini tekshiring. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini PFR.uz yoki My.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini muntazam ravishda kuzatib boring. Bu yerda ravishda kuzatib boring. Qarorlar va ularning batafsil tushuntirishlari joylashtiriladi. Haftalik yangiliklar, radio va televideniye orqali berilayotgan rasmiy e'lonlarga e'tibor qarating. Hukumat tomonidan belgilangan davriy nashrlarni o'qing. Ba'zan pensiya jamg'armasi mutaxassislari mahalliy gazetalar orqali ham tushuntirishlar berishadi. 2. Qadam, o'z vaziyatingizni aniqlang. Siz yuqorida aytib o'tilgan misollardan qaysi biriga ko'proq mos kelishingizni tahlil qiling. Sizning ish stajingiz to'liq hisoblanganmi? Qaysidir davrlar yetishmayaptimi? Norasmiy ish stajingiz boru, uni tasdiqlovchi hujjatlaringiz yo'qmi? Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrdagi mehnat shartnomalari, ish haqi to'lovlari haqidagi ma'lumotnomalar, soliq to'laganlikni tasdiqlovchi hujjatlarni hozirlashga harakat qiling. Har bir davlatning o'z qonunchiligi bor. Shu sababli ham pensiya jamg'armasi xodimi bilan maslahatlashish muhim.
Barcha mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Qaysidir yozuvlar tushunarsiz yoki xato yozilgan bo'lishi mumkin. Agar shunday holatlar mavjud bo'lsa, eski ish joyingizning arxiviga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz lozim. 3 qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta, mehnat daftarchasi yoki uning elektron nusxasi va uning tasdiqlangan nusxalari. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar sizda ular mavjud bo'lsa va ular pensiya hisoblashda hisobga olinmagan bo'lsa. Bu ayniqsa Sovet davridagi yoki 1990-yillardagi yuqori ish haqi davrlariga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki bu davrlardagi hujjatlar pensiyani sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. O'qish yoki harbiy xizmat davrini tasdiqlovchi hujjatlar, diplom, harbiy bilet, oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, norasmiy ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar yoki guvohlarning ko'rsatmalari, agar ular sizning holatingizga mos kelsa, guvohlarning pasport nusxalari va ularning yozma ko'rsatmalari talab qilinishi mumkin. Boshqa davlatlardagi mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa. 4 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Bu eng ishonchli yo'l. Chunki siz savollaringizga to'g'ri javob olishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlarining yagona darcha bo'limlari orqali murojaat qilish ham mumkin. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir joydan olish imkonini beradi va pensiya masalalari bo'yicha ham xizmat ko'rsatadi. My.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn ariza yuborish imkoniyati ham mavjud. Bu ayniqsa jismoniy holati sabab pensiya jamg'armasiga bora olmaydiganlar yoki vaqti cheklanganlar uchun qulaydir. Ammo onlayn ariza berishdan oldin barcha hujjatlaringizning elektron nusxalarini tayyorlab qo'yishingiz shart. 5 qadam. Arizani qanday to'ldirish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limida yoki davlat xizmatlari markazida sizga ariza shakli beriladi. Uni diqqat bilan xatosiz to'ldiring. Arizada pensiyani qayta hisoblash sababini aniq ko'rsating masalan. Avval hisobga olinmagan ish stajini hisobga olish, ish haqi ma'lumotlaridagi xatolarni tuzatish, xorijda ishlaganlik davrini kiritish. Barcha ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ariza bilan birga taqdim eting. Hujjatlarning asli va nusxalari sizda bo'lishi kerak. Pensiya jamg'armasi xodimi aslini tekshirib, nusxalarni o'zida qoldiradi. Arizani topshirganingizda uning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma, masalan, ro'yxatdan o'tkazilgan sana va raqam ko'rsatilgan markalangan nusxa olishni unutmang. Bu keyinchalik sizning arizangizning holatini kuzatishda yordam beradi. 6 qadam. Murojaatingizning holatini qanday kuzatish kerak? Ariza topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda 10-15 ish kuni. Shu muddat ichida sizning arizangizni ko'rib chiqish jarayoni yakunlanishi kerak. My.gov.uz portaldan murojaat qilgan bo'lsangiz, arizangizning holatini onlayn tarzda kuzatib borishingiz mumkin. Agar ma'lum muddat o'tgach ham javob olmasangiz, siz murojaat qilgan pensiya jamg'armasi bo'limiga telefon orqali yoki shaxsan borib murojaatingizning holatini so'rashingiz mumkin. Sizga berilgan ro'yxatdan o'tkazish raqami bu yerda yordam beradi. 7 qadam. Agar arizangiz rad etilsa yoki savollar paydo bo'lsa, agar arizangiz rad etilsa, sizga rad etish sabablari yozma ravishda berilishi shart. Bu rad etish sabablarini diqqat bilan o'rganib chiqing. Agar rad etish sabablari sizga noo'rin tuyulsa yoki sizda qo'shimcha savollar paydo bo'lsa, siz pensiya jamg'armasining yuqori organiga, viloyat yoki respublika miqyosidagi pensiya jamg'armasi boshqarmasi yoki O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Yuridik maslahat olishdan tortinmang. Ba'zida advokatning yordami bilan murakkab vaziyatlarni hal qilish osonroq kechadi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, pensiya ta'minoti tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va bu o'zgarishlar sizning hayotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu yangiliklar pensiya miqdorini oshirish, adolatni ta'minlash va ish stajini hisoblashda shaffoflikni oshirishga qaratilgan. Shuning uchun har biringizga o'z pensiya holatingizni diqqat bilan tekshirishni zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, barcha savollaringizga javob olishni tavsiya qilaman. Faollik ko'rsating,
huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoam sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Videoni do'stlaringizga, tanishlaringizga, ayniqsa pensioner oila a'zolaringizga yuboring. Bu ma'lumot har birimiz uchun juda muhimdir. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.